chaqamiz. Mana. Assalomu alaykum akalar. Oltiariqda joylashgan Iskandar elektr do'koniga yetib keldim. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Rahmat. Ana shu quyosh panel haqida ma'lumot beryapsiz aka. Yonami bu aka o'zi? Shuni sinab sizlarga ko'rsatib beraman. Mana qo'limda bizinda qo'ydim. Mana chaqamiz. Mana. Bizinimiz yonib bo'ldi. Shu holatda mana sizlarga tabiiy bo'lsin deb mana sifatini ko'rib turibsiz panellarimizni. Aka buni qanday endi mustahkamligini ko'rsata olasiz? Buni mustahkamligini 3 tonnali o'zimning mashinamda sinab ko'rsatib bera olaman. Mashinamiz tepalagan panelimizni ko'p chiqarayotganini sizlarga isboti bilan mana sizlarga eshitilayotgan bo'lsa, panelimiz siniq holatda ham, xudo xolasa ishlash jarayonini turibdi mana. Xudo xolasa sifati bo'yicha yaxshi.